BTS a'zosi Jin men boyman, shuning uchun Ramyonga ikkita tuxum solaman deb aytgan edi. Men ham boyman, faqat meni tuxumlarim bunaqa ko'rinishda. Bugun sizlar bilan Jannat Mukom olib bergan ikkita shunaqa tuxumchalarni raspakovka qilamiz. Raspakovka qilgan sovg'amning ichida tuxumchalar yo'q edi, Kinder yo'q edi, shuning uchun olib kelishibdi. Buni shokoladi menga uncha qiziq emas. Menga eng qizig'i buning ichidagisi. Chunki men avval aytganimdek kolleksiya qilaman. Okay, bizda mana bunaqalar tushishi kerak. Yaxshi ko'ramiz. Qani menda iloyim bo'lmasin bunaqadan. Yo'q ko'raman, qachonki bor o'yinchog'im tushsa. Okay. Mashina ekan. Tak, bugun biz sizlar bilan muhandislar mana bunaqa mashina yasaymiz. Sizlarni bilmadim, avvalgi Kinder o'yinchoqlarni yasash ozgina qiyinroq edi. Hozirgi вообще oson bo'lib ketdi. Bu короче, ana bu richak deyiladi, mashinadagi richakka o'xshaygan, bunday qilasizlar, keyin bu yuraykan короче. Undan где-то 7 qo'yamiz bunga. Next one. Uyimni harorati issiqligiga bular erishni boshlaymiz. Tezroq ochish kerak, tezroq yeyish kerak bularni. Tak, iloyim ish qilib bir xil tushmasa bo'ldi. Yo'q, bir xil emas. Mashinami yana? Bu sizlarning o'zi faqat mashinalar ekanmi? Tak, mashina emas, mana bunaqa mototsikl yasaymiz hozir. Tak, qo'y. Vola. Xullas, bizda bugun shunaqa ikkita o'yinchoq chiqdi. Agar bu video где-то 500 ta like yig'sa agar, men sizlarga polni kolleksiyamni ko'rsataman Kinderdan to'plagan. Hozircha shu yerda obuna bo'lishni unutmang. Hammaga annyeong.